keyingi lokatsiyamiz Chortoq mana zavodi bo'lyapti. Ayibxon aka, assalomu alaykum. Bahodir aka shu Chortoq asoschisi, ular bilan katta loyihamizda Namanganlik biznesmenlar bilan intervyu oldik va zavodlarga bugun mehmon keldi. Ayibxon aka direktorsiz, tushunchim bo'yicha bu zavod direktori. Qisqa aylanib chiqamiz, ketdik. Ayibxon aka, necha yildan beri ishlaysiz Chortoqda? Shu kompaniya tashkil topgandan beri. Necha yil bo'ldi o'sha? 8 yil. Ayibxon aka, mana shu birinchi sex shotdan Chortoq shu mineral suvlarini tarixi boshlangan, ha? Nechta odam ishlaydi bu sexda? 3 men ishlayapti, 50 tacha sex o'zida. A zavod bo'yicha 250 ta odam. Eksport haqi asosan hozir. Hozir 15 ta davlatga qilamiz, 15 ta davlatga. Do'stlar, tanishinglar, Boydoda aka, Bahodir aka shu Chortoq asoschisining amakilari, to'g'rimi? Eng qizig'i bu yerda mana 25 million dollar sarmoya kiritib qo'yishdi, sanatoriy qurishyapti. Namanganda eng zo'r sanatoriylardan biri bo'ladi. Italyan dizaynini chizgan, fransuzda upravleniyaga oladi. Xudo xolasa Doda qachon tayyor bo'ladi bu sanatoriy? Xudo xolasa harakat qilib turibmiz, yana yilga tayyor bo'ladi. Odamlarga qabul qilish boshlaymiz, xudo xolasa. Mehmon kelam, xudo xolasa tayyor bo'ladi. Bo'ldi. Birinchi sizlar kelasizlar. Bo'ldi. Mana shunaqa gaplar do'stlar.